Fizika, biologiya, tarix, matematikadan o'zinglar bilgan eng g'alati va dark faktlarni kommentariyalarga yozib ketinglar. Давайте kommentlarni o'qiymiz. Qadimda masaget xalqlar yashashgan va ularda eng ko'p umr ko'rgan qariyalarni qarindoshlar yig'ilib qurbonlik qilishgan va iste'mol qilishgan. Hatto uzoq umr ko'rib o'lgan insonlar ham iste'mol qilingan. Bu ular uchun sharaf hisoblangan. 18-19 asrlarda Yevropada jinoyatchilar yoki o'liklarning terisidan kitob muqovasi qilingan. Bu hatto nomga ega Anthropodermic Bibliophagy. Hozir ham muzeylarda bor. Allaqachon odamzod olovdan foydalanayotgan davrida yana 3 tadan ko'p odam turlari bir vaqtda mavjud bo'lgan, lekin tanlanishda faqat biz, Homo sapiens omon qolganmiz. Odam immunitet tizimi bizning ko'z koptoklarimiz borligini bilmaydi. Agar u bilganida ko'zlarimiz tanamiz uchun xavfli deb o'ylab, ularga hujum qilib, ko'r qilib qo'yishi mumkin. Miyada operatsiya bo'lganda anesteziya bo'lmaydi, chunki miyada og'riq sezilmaydi. Operatsiyada kimdir kallangni kovlayotgandek bo'ladi, sen qimirlamay yotaverasan. Siz tushingizda ko'rgan notanish kimsa esingizdami? Inson miyasi yangi qiyofa yaratish imkoniyatiga ega emas. Shunday ekan, siz tushingizda ko'rgan begona insonlarni qayerdadir, real hayotda, rasmlarda, videolarda ko'rgansiz. Bir yilda inson tanasidagi barcha atomlar to'liq yangilanadi. Ya'ni 1 yil oldin biz umuman boshqa odam bo'lganmiz, biologik jihatdan.